bolani yupatishlik uchun qo'liga telefon berilyapti. U telefonda oldingi biz ko'rib yuradigan multfilmlar emas. Oldin bo'lardi o'sha yaxshi multfilmlar ham. Odamni yaxshilikka chorlardi o'sha multfilmlar. Ertak qahramonlari bo'lardi. Inson yaxshilik qilish kerakligi haqida. Juda ko'p shunaqa multfilmlar bor. Juda ham hikmatli multfilmlardi o'sha. U multfilmlarni yaratgan yoki o'sha paytdagi kinolarni yaratganlar nima maqsadi juda bir hikmatli narsani berish bo'lmasa ham, lekin o'shandan hikmat axtarishingiz, uni topishingiz mumkin edi. Lekin hozirgi paytdagi o'sha multfilmlar biz qo'liga berib qo'yadiganimiz, kerak bo'lsa o'sha Nastya degan narsa chiqqan hozir juda katta balo, hamma bola ko'radi buni. O'shanda ham yoki bo'lmasam haligi ayiqcha yana bir qiz qahramonlardan iborat bo'lgan multfilm bo'ladimi? Yana boshqa millionta chiqib ketdi unaqa multfilmlar. Biz bolani o'sha bilan ovutmoqchi bo'lamiz va albatta ovunadi bola, lekin bola eng o'sha 3 yoshgacha 80% rivojlanar ekanda bolani aqli. Demak, o'sha paytda u hamma narsani olib qoladi, ko'rgan narsasini oladi, nimani ko'rsa oladi. Agar u bolaga tinmasdan Qur'onni eshittiradigan bo'lsangiz, yaxshi gaplarni eshittiradigan bo'lsangiz, o'sha narsani oladi.